Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Ayniqsa pensionerlar, pensioner ota-onasi bor farzandlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar va pensiya hujjatlarini rasmiylashtirish arafasida turgan fuqarolar uchun. 25 avgustdan boshlab pensiya va ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq tartiblarda e'tibor berish kerak bo'lgan bir qator o'zgarishlar, tekshiruvlar va yangi talablar kuchayadi. Agar siz buni oldindan bilmasangiz, pensiya kechikishi, bank kartaga pul tushmasligi, hujjat qaytarilishi yoki ortiqcha olingan summa keyin qaytarib undirilishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Endi nimalarga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar tayyor turishi zarur va eng muhimi, pulingiz to'xtab qolmasligi uchun hozirdan nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamlar muammoga uchragandan keyin esiga tushadi. Men esa siz muammoga duch kelmasdan oldin tayyor bo'lishingizni xohlayman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiya masalasida faqat bitta narsani bilardi. Oy keladi, pensiya tushadi yoki pochtachi olib keladi. Kimdir bank kartadan oladi, kimdir naqd shaxlita oladi, kimdir farzandiga ishonchnoma beradi. Hujjatlarda kichik xatolar, yashash manzili o'zgargani, karta muddati tugagani, pasport almashtirilgani yoki telefon raqami boshqa odam nomida ekani ko'pincha darhol muammo tug'dirmasdi. Ayrim holatlarda tizimlar o'zaro sekin ishlardi. Ayrim ma'lumotlar qo'lda tekshirilardi. Ayrim pensionerlar esa o'zidagi o'zgarishlarni vaqtida xabar qilmasdan ham pensiyasini olib yurardi. Endi esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat xizmatlari, pensiya jamg'armasi, banklar, soliq organlari, LHDYO, migratsiya, tibbiy mehnat ekspertizasi va boshqa bozor o'zaro ko'proq bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensionerning pasport ma'lumoti, yashash joyi, bank rekviziti, vafot etganlik holati, nogironlik muddati, ishlayotgan, ishlamayotgani, chet elga chiqib ketgan-ketmagani yoki pensiya turi bo'yicha huquqi bor yo'qligi tezroq aniqlanadi. Bu yaxshi tomoni, adolatsizlik kamayadi, ortiqcha hujjat so'rash qisqaradi. Lekin ogohlantiruvchi tomoni ham bor. Agar sizning ma'lumotingiz noto'g'ri bo'lsa, pensiya to'lovi vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. 25 avgustdan keyin eng ko'p e'tibor qaratiladigan masalalar 3ta. Birinchisi, pensiya oluvchining shaxsiy ma'lumotlari to'g'riligi. Ikkinchisi, bank karta va to'lov usuli amalda ishlayotganligi. Uchinchisi, pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan holatlarni vaqtida xabar qilish. Men bularni birma-bir hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyasini bank kartasi orqali oladiganlar diqqatli bo'lishi kerak. Masalan, sizning pensiyangiz har oyning 10 sanasida kartaga tushadi. Karta muddati esa avgust oyida tugagan. Siz bankka borib yangisini olmadingiz. Tizimda eski karta yo'qolgan yoki passiv bo'lsa, pul hisoblangan bo'lsa ham amalda siz yechib ola olmasligingiz mumkin. Keyin odamlar pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo pensiya huquqida emas, bank kartasida bo'ladi. Shuning uchun karta muddati, SMS xabarnoma ulangan-ulanmagani, karta kimning nomida ekanligini va telefon raqam to'g'ri biriktirilganini tekshirish kerak. Ikkinchi guruh, pasport yoki ID kartasini almashtirgan pensionerlar. Masalan, Abdulla ota 70 yoshda, yaqinda ID karta oldi. Lekin bankdagi ma'lumot eski pasport seriyasi bilan turibdi. Pensiya jamg'armasi bazasida yangi ma'lumot ko'ringan. Bankda esa eski ma'lumot. Natijada to'lovda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Bunday holatda pensiya bekor bo'lmaydi, lekin pulni olish jarayoni cho'ziladi. Men doim aytaman, hujjat almashtirdingizmi? Bankka ham boring. Mahalladagi mas'ul xodimdan ham so'rang. Pensiya jamg'armasi bo'limida ma'lumot yangilanganini tekshirtiring. Uchinchi guruh, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Masalan, ona yurishga qiynaladi. Pensiyasini qizi oladi. Buning uchun notarial ishonchnoma berilgan. Lekin ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta to'lovini bermasligi mumkin. Avval ayrim joylarda tanish bilish, har oy kelib yuribdi-ku degan yondashuv bo'lgan bo'lsa, endi hujjat muddati va vakolat aniq tekshiriladi. Agar ishonchnoma yilga berilgan bo'lsa, u yil tugagan kuni kuchini yo'qotadi. Bir kun o'tgan bo'lsa ham huquqiy jihatdan pul berilmasligi mumkin. 4-guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda juda nozik masala bor. Nogironlik muddati doimiy bo'lishi mumkin yoki ma'lum muddatga berilgan bo'lishi mumkin. Agar tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi muddati tugasa va fuqaro qayta ko'rikdan o'tmasa,
to'lov to'xtatilishi mumkin. Masalan, ikki guruh nogironligi 2024 yil 20 avgustgacha berilgan. Pensioner esa hali vaqt bor deb yuribdi. 25 avgustdan keyin tizimda muddat o'tgan deb ko'rinadi. Shunda to'lov vaqtincha ushlanishi ehtimoli bor. Bu davlat sizni unutdi degani emas. Bu huquqni tasdiqlovchi hujjat yangilanishi kerak degani. 5-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan talabalar va oilalar. Bu to'lov ko'pincha bolaning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qishi yoki o'qimasligiga bog'liq bo'ladi. Masalan, bola 15 yoshga to'ldi, lekin institutga kunduzgi o'qishga kirdi. Agar o'qish to'g'risidagi ma'lumot vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Yoki aksincha, bola o'qishni tashlab ketgan, lekin oila bu haqda xabar bermagan. Keyinchalik ortiqcha to'langan pul aniqlansa, uni qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun talaba bo'lgan farzandlar sentabr boshlanishidan oldin o'qish joyidan ma'lumotnoma masalasini aniqlab qo'yish kerak. 6-guruh ishlayotgan pensionerlar. Pensiya yoshiga yetgan odam ishlashi mumkin. Bu taqiqlanmagan. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordamlar ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalamagan. Odam pensiya oladi va bir vaqtning o'zida rasmiy ishda ishlaydi. Agar u daromadga bog'liq biror yordam yoki kompensatsiya olayotgan bo'lsa, tizim buni soliq ma'lumotlari orqali ko'rishi mumkin. Shuning uchun men ishlayotganimni hech kim bilmaydi degan fikr endi xavfli. Muhimi, ishlashning o'zi jinoyat emas, lekin noto'g'ri ma'lumot berib qo'shimcha to'lov olish muammo tug'diradi. 7-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Agar pensioner vaqtincha mehmonlikka bo'lsa, bu alohida masala. Lekin uzoq muddat boshqa davlatda yashab, O'zbekistondagi pensiyasini boshqa odam orqali oldirib turgan bo'lsa, to'lov tartibi, qayd yashash holati va ishonchnoma masalasi to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Aks holda keyin bankda, notariusda yoki pensiya jamg'armasida savollar paydo bo'ladi. Ayniqsa, ishonchnoma chet elda rasmiylashtirilgan bo'lsa, uning tan olinishi, tarjimasi, apostil yoki konsullik tasdig'i talab qilinishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning ID kartangiz amalda bo'lsa, pensiya bank kartangiz ishlab turgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa huquqni tasdiqlovchi hujjatingiz muddatsiz bo'lsa, ishonchnoma orqali emas, shaxsan o'zingiz olayotgan bo'lsangiz va hech qanday noto'g'ri ma'lumot bermagan bo'lsangiz, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish foydali. Chunki eng katta muammolar ko'pincha oddiy texnik xatodan chiqadi. Familiyada bitta harf noto'g'ri, tug'ilgan sana bazada boshqacha, karta bloklangan. Telefon raqam eski. Birinchi misol. Mahinur opa 13 yoshda, pensiyasi 1.250.000 so'm. U pensiyasini bank kartasidan oladi. Telefon raqami esa o'g'lining nomidan, o'g'li boshqa viloyatga ko'chib ketgan va raqamni ishlatmay qo'ygan. Bank xavfsizlik sababli ayrim amaliyotlarda SMS tasdiq so'raydi. Natijada Mahinur opa bankomatdan pul oladi, lekin mobil ilovadan foydalana olmaydi. Karta bo'yicha xabar ham kelmaydi. Agar karta bloklansa, tiklash qiyinlashadi. To'g'ri yechim bankka borib telefon raqamini o'z nomiga yoki doimiy ishlatiladigan raqamga bog'lash. Ikkinchi misol, Sobir ota pensiyasini naqd shaklida oladi. U boshqa tumanga qizi yoniga ko'chib o'tdi. Lekin ro'yxatdan o'tish va pensiya yetkazish manzilini o'zgartirmadi. Eski manzilga to'l keladi. Pochtachi topa olmaydi. Pul qaytadi. Sobir ota esa pensiyamni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida esa manzil yangilanmagan. To'g'ri yechim. Yangi yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mahalla orqali murojaat qilib, to'lov manzilini o'zgartirish. 3-misol. Dilshod 19 yoshda otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kollejni tugatib institutga kirdi. Lekin kunduzgi bo'limda o'qiyotganligini tasdiqlovchi ma'lumotni vaqtida topshirmadi. Tizimda u endi 12 yoshdan oshgan va ta'lim holati tasdiqlanmagan fuqaro sifatida ko'rinadi. To'lov to'xtashi mumkin. Keyin hujjat topshirsa, ayrim hollarda qayta tiklanadi, lekin vaqt yo'qotiladi. To'g'ri yechim o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma olish va tegishli bo'limga taqdim etish. 4-misol. Rahima opa 2 guruh nogironlik nafaqasi oladi. Xulosa muddati tugagan, lekin shifoxonaga borishga ulgurmagan. U oldin ham cho'zib berishar deb o'ylaydi. Endi muddat bazada aniq ko'rinadi. Agar qayta ko'rik kechsa, to'lovda uzilish bo'ladi. To'g'ri yechim muddat tugashidan kamida 20-30 kun oldin oilaviy poliklinikaga murojaat qilish. Kerakli tekshiruvlardan o'tish va TMEK ko'riga tayyorlanish. Birinchi nozik jihat,
pensiya to'xtashi har doim pensiyadan mahrum bo'lish degani emas. Ko'pincha to'lov vaqtincha ushlanadi, hujjat yangilangach yoki xato tuzatilgach qayta tiklanadi. Lekin bu davrda pensioner uchun juda og'ir bo'lishi mumkin. Doriga pul kerak, kommunal to'lovlar bor, oziq-ovqat kerak. Shuning uchun keyin to'g'rilab olaman deyish yaxshi yo'l emas. Oldindan tekshirish eng to'g'ri yo'l. Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pul masalasi. Agar fuqaro pensiya yoki nafaqa olish huquqiga ta'sir qiladigan holatni yashirsa, masalan o'qishni tashlagani aytmasa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa ham hujjatni yangilamasa, vafot etgan odam nomidan karta orqali pul yetishda davom etsa, keyinchalik bu summa qaytarilishi talab qilinadi. Bu oilaga katta moliyaviy zarba bo'lishi mumkin. Masalan, har oy 800 ming so'mdan 6 oy davomida noto'g'ri to'lov olingan bo'lsa, 4 million 800 ming so'm qaytarish masalasi chiqadi. Shuning uchun qonuniylikni saqlash ham axloqiy, ham moliyaviy jihatdan foydali. Uchinchi nozik jihat. Bank kartasi pensionerning o'z nomida bo'lishi kerak. Ba'zi oilalarda onamning pensiyasi mening kartamga tushsin deyishadi. Amalda pensiya oluvchi shaxs, uning hujjati va bank hisob varag'i mos bo'lishi kerak. Farzand yordam berishi mumkin, bank olib borishi mumkin. Bankomatdan yetishda yordam berishi mumkin, lekin rasmiy hisob va vakolatlar to'g'ri bo'lishi zarur. Agar pensioner o'zi harakatlana olmasa, ishonchnoma yoki uyga borib xizmat ko'rsatish tartibini so'rash kerak. 4-nozik jihat, familiya ismi va otasining ismidagi xatolar. Masalan, bir bazada To'xtayeva, boshqasida To'xtayeva yozilgan. Bir qarashda mayda farq. Lekin elektron tizim uchun bu boshqa yozuv bo'lib ko'rinishi mumkin. Ayniqsa eski pasportdan ID kartaga o'tilganda, nikohdan keyin familiya o'zgarganda, ruscha yozuvdan lotin yozuviga o'tkazilganda xatolar uchraydi. Bunday holatda foyda yo'q. Migratsiya yoki pensiya jamg'armasi orqali ma'lumot aniqlashtirish kerak. 5-nozik jihat, doimiy yashash manzili va haqiqiy yashash joyi. Pensioner qayerda ro'yxatda turgani, qayerda yashayotgani va pensiya qayerga yetkazilishi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar odam vaqtincha farzandi yonida yashasa, lekin pensiya eski manzilga kelsa muammo chiqadi. Agar butunlay ko'chib o'tgan bo'lsa, rasmiy o'zgartirish kiritish kerak. Ayniqsa qishloqdan shaharga yoki bir viloyatdan boshqasiga ko'chganlar buni unutmasin. 6-nozik jihat, pensiya miqdori oshganda yoki qayta hisoblanganda hamma avtomatik bir xil pul olmaydi. Pensiya miqdori ish staji, oylik ish haqi, pensiya turi, ustamalar, imtiyozlar, nogironlik guruhi va boshqa omillarga bog'liq. Kimdir qo'shnimga 300 ming qo'shilibdi, menga 1 ming qo'shilibdi deb norozilik bildiradi. Buning sababi har bir ishda hisob-kitob alohida. Shuning uchun shuba bo'lsa og'zaki gap bilan emas, yozma ariza bilan hisob-kitob tafsilotini so'rash kerak. 7-nozik jihat, telefon orqali kelgan xabarlarga aldanmang. Pensiyangiz to'xtaydi, karta raqamingizni ayting. 25 avgustdan oldin tasdiqlamasangiz pul yo'qoladi, kod yuboring. Pensiyani uzaytirib beramiz degan firibgarlar ko'payishi mumkin. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan karta PIN kodi, SMS kod, to'liq karta paroli yoki ilova parolini so'ramaydi. Agar kimdir buni so'rasa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Pensioner ota-onangizga ham buni tushuntiring. Hech kimga kod aytilmaydi. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilish muddati, familiya ism to'g'riligi, tug'ilgan sana, JSS raqami aniq bo'lsin. Agar hujjat yaqinda almashtirilgan bo'lsa, bankdagi ma'lumot ham yangilanganini tekshirtiring. Buning uchun bank filialiga borib, pensiya tushadigan hisob varag'imdagi shaxsiy ma'lumotlarimni tekshirib bering. Hujjatim yangilangan deb ayting. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqam to'g'rimi? Bank ilovasiga kirish imkoningiz bormi? Agar pensioner ilovadan foydalana olmasa, farzandi yordam bersin, lekin parol va kodlarni begonalarga bermasin. Karta muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan yangisini oling. Oxirgi kunga qoldirmang. 3-qadam, to'lov usulini aniqlang. Pensiyani bank orqali olasizmi yoki naqd shakldami? Agar naqd shaklda bo'lsa, manzil to'g'rimi? Agar bank orqali bo'lsa, hisob varaq faolmi? Agar pensiya kelmay qolsa, birinchi bo'lib bankdan hisob holatini, keyin pensiya jamg'armasidan to'lov yuborilmaganini so'rang. Shunda muammo qayerda ekanini tez topasiz. 4-qadam, ishonchnomalarni ko'rib chiqing. Agar pensioner o'zi pul ola olmasa, notarial ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi kerak. Ishonchnomada aynan pensiya olish, bank amaliyotlarini bajarish
hujjat topshirish kabi vakolatlar aniq yozilgan bo'lsin. Faqat umumiy vakolat deb yozilgani hamma joyda yetarli bo'lmasligi mumkin. Notariusdan aniq so'rang. Bu ishonchnoma pensiya olish uchun yetarlimi? 5-qadam. Nogironlik muddati bor yo'qligini tekshiring. Agar xulosa muddati yaqinlashayotgan bo'lsa, oilaviy poliklinikaga boring. Shifokordan kerakli tahlillar, yo'llanmalar va tamay ko'rigi tartibini so'rang. Muddat tugagandan keyin yugurib yurishdan ko'ra oldinroq tayyorlangan yaxshi. 6-qadam. Talaba farzandlar uchun ma'lumotnoma tayyorlang. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan 12 yoshdan oshgan farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Dekanat yoki o'quv bo'limidan pensiya jamg'armasiga taqdim etish uchun kunduzgi ta'limda o'qiyotganim haqida ma'lumotnoma kerak deb so'rang. 7-qadam. Yashash manzilingizni tartibga keltiring. Ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxat va pensiya yetkazish manzili mos bo'lishi kerak. Mahalla idorasiga, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, qaysi tartibda o'zgartirish kiritilishini aniqlang. 8-qadam. Yozma ariza berishni o'rganing. Agar pensiya miqdori noto'g'ri deb o'ylasangiz, faqat og'zaki bahslashmang. Arizada shunday yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori va hisob-kitob asoslari bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya daftarchasi yoki tegishli ma'lumot, bank rekviziti, mehnat daftarchasi nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Har doim ariza topshirilganini tasdiqlovchi ro'yxat raqamini oling. 9-qadam. Yaqinlaringizni ogohlantiring. Ko'p pensionerlar telefondagi firibgarlikni tushunmaydi. Ularga oddiy qilib ayting. Bank kartaning orqa tomonidagi raqam, PIN kod, SMS kod, ilova paroli hech kimga aytilmaydi. Pensiyani uzaytirib beraman degan odamga ishonilmaydi. Rasmiy masala faqat bank pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, mahalla yoki rasmiy telefonlar orqali hal qilinadi. 10-qadam. Hujjatlar papkasini tayyorlab qo'ying. Unda ID karta nusxasi, pensiya hujjatlari, bank rekvizitlari, ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi. Nogironlik xulosasi, mehnat daftarchasi nusxasi, o'qish ma'lumotnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsin. Bu papka uyda tartibli tursa, kerak paytda asabiylashmaysiz. Hurmatli tomoshabinlar, 25 avgustdan keyin eng asosiy talab shuki, pensiya oluvchining ma'lumotlari to'g'ri, hujjatlari amalda, bank kartasi faol, huquqni tasdiqlovchi asoslari yangilangan bo'lishi kerak. Vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pensiya bu ko'pchilik oilalar uchun asosiy daromad. Bir oy kechiksa ham uy ro'zg'or, dori darmon va kommunal to'lovlarga ta'sir qiladi. Shuning uchun men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni, kartangizni, manzilingizni va ishonchnomangizni tekshiring. Agar sizda pensiya to'xtashi, karta ishlamasligi, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki qayta hisoblash bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyat yoki tumandansiz, muammo nimada shuni aniq yozsangiz, men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onasi borlarga tarqating. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va huquqiy yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.